باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qadrli qarindoshlar, biz biroz istirohatdan keyin yana bir qatim sizlar bilan yuz ko'rishyapmiz. Yana shu kelgan yerimiz bilan davomlashtiramiz. Hamda hozir mavzu Alloh subhanahu va taolani tunishning yo'llari. Allohni tunish dedik ya biz abay. Allohni tunishning yo'llari qaysi? Buning birinchi yo'li Allah subhanahu va taolaning koinotdagi oyatlari, koinotdagi mo'jizalar, bu dalillarga, alomatlarga qarash, nazar silish. Allah Qur'oni Karimda inna fi xalqis samawati val ard va ixtilafil layli wan nahar laayatin liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Allah bunu deydi qarindoshlar. Shaksizki osmonlarning va zaminning yaratilishida, osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha kunduzning almashishida haqiqatan aql egalari uchun alamet deliller var dedi. Bizning birlik barlığımızı gösterdiğin, bizning ulug' kamalatimizni gösterdiğin elbette alametler var dedi Allah subhanahu taala. Bu bekadın beka bo'lib qolmaydi. Aql egalari uchun alametler var dedi. Bu aql egalari qanday kishilar ya Rabbi desak, allazina yazkurunallaha qiyaman va qu'udan va ala junubihim. Ular shunday kishilarki Allohni o'yri turgan holatdami, o'ltirgan holatdami, hatto yonchiyotgan holatlardami Allohni zikr qiladigan kishilar, Allohni aslaydigan kishilar, Allohni aslaydigan kishilar. Va ular bu aslash orqali qanday qildi? Allohni aslaydi va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard. Va ular osmonlarning va zaminning yaratilishidan tafakkur qiladi bular. Hergiz shunda xomush holatda o'tib ketmaydi. Xomush holatda o'zining ishini qilib yurmaydi. Tafakkur qiladi bu kishilar. Va deydi-ki, Rabbimiz sen buni beka yaratmading. Ma xalaqta hada batila. Sen buni beka yaratmading. Sen poktursan, bizni jahannam azobidan saqlagin deb bu duoni qildi deydi. Shuning uchun qarindoshlar, Alloh subhanahu va taolani tunishimiz uchun, Rabbimizni tunish uchun qanday qilishimiz kerak? Bu tunishning yo'li nima ekan degan vaqtda biz cho'qim Allohning mahluqotlaridan tafakkur yurgizishimiz kerak. Tafakkur yurgizishimiz kerak. Oyatda nayt uch ro'shan bir narsa borki, bu yerda shunda inchki bir nuqtaga ishorat qiliqliq bu oyat. Yani mu'min davamlıq Allah subhanahu wa ta'ala haqida tafakkur qildi. Osmon zaminlarning yaratilishida davamlıq tafakkur qildi. Xiyoliga kelib qolganda emas, yoki alohida bir ish bo'lganda emas. Davamlıq mu'minning va yatafakkarun deb kelishi fe'l mudari shaklda, fe'lning hozir zamon shaklida kelishi til qilinishi bu yerda, ya'ni mu'min davamlıq holatda Allah subhanahu wa ta'alani, Allohning mahluqotlari, osmon zaminning yaratilishi bu haqida tafakkur qiladi deganga ishorat qilyapti bu yerda. Shuning uchun har bir mu'min, men Rabbimni bilaman degan mu'min, Rabbimni tunuvchi degan mu'min uni nima qilish kerak? Allah subhanahu wa ta'alaning mahluqotlarida tafakkur yurgizishi kerak, o'ylanishi kerak. Allohdan boshqa hammasi Allohning mahluqotlari. Hattoki biz o'zimiz ko'tarib yurayotgan bu jismimiz qaraydigan bo'lsak, ya'ni yillarcha hayotimizning oxirigacha o'zimizning jismi osmon zaminlar haqida
Nəhayət büyük bir hayron qalib tasavvur qilsiz narsalar bor. O'zimiz ko'tarib, har kunimiz ko'tarib, nega bo'lsak shu yerda ko'tarib yurayotgan bu jismimizni hayotimizning oxirigacha bu bir Allohning maxluqi. Hayotimizning oxirigacha tafakkur qilib, buning haqida o'ylansak, Robbimizning ulug'ligini, qudratini, kattaligini ko'rsatadigan millionlagan dalolatlar, millionlagan alomatlarni ko'ramizki, qarindoshlar. Mu'min davomli Allohning maxluqotlari ustida tafakkur qiladi. Bu koinot qarindoshlar bu Allah subhanahu va taolaning bor ekanligini, yakki yigona ekanligini, ajoyib kamolatga to'lgan zot ekanligini bizga bu koinot timtas holatda turib bizga sukut qilgan holatda, ya'ni jimjit holatda turib koinot bizga shuni nido qiladi, shuni so'zlaydi. Shuning uchun deyilganki, al-kawnu Qur'anun samit val Qur'anu kawnun natiq والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. Kainat bo'lsa bu kainat jimjit Qur'on deydi. Jimjit Qur'on. Bu kainatdagi nega qarasak, nimaga qarasak bizga jimjit turib bizga Allohning qudratini, kamolatini bizga so'zlaydi. Xuddi bizga shuni xitob qiladi. Ko'rdingmi Allohning qudratining kattaligini? Qur'on bo'lsa bizga yo'l yo'riqlari bilan nurg'on uch aytgan notiq so'zligicha bu Qur'oni Karim. Allohning bu alomatini, Allohning ulug'ligini, kattaligini, qudratini so'zligicha. Payg'ambar alayhissalom bo'lsa-chu Qur'anun yamshi, u mangadigan Qur'on deydi. Haqiqiy Qur'on amaliy zimin yuzda mengayotgan Qur'on. Shuning uchun Oysha onamiz kana nabiy sallallohu alayhi vasallam kana xuluquhul Qur'on, Rasulullohning axloq to'g'risida Qur'on edi u dedi. Zimin yuzda mengayotgan Qur'on edi ular. Rasululloh zimin yuzda mengayotgan Qur'on edi. Amaliy ijroga aylangan Qur'on edi. Shuning uchun qarindoshlar biz Robbimizni tunish, Robbimizni bilish, olamlarning yaratuvchisi Allohni bilish uchun biz nimaga ehtiyoj ekanmiz? Birinchi ehtiyoj bo'lgan narsa biz tafakkur qilishimiz kerak ekan. Mushu atrofimizdagi, koinotdagi barliq narsalar haqida tafakkur qilishimiz bu intayin xotirjam, intayin oson bir yo'l. Mu'min tafakkur qilsa, nurg'ulg'an qalblari yayrab ketadi, qalbi yurib ketadi. Chunki koinot hamma narsa Robbimizning go'zal ismlarini biz dars qilmoqchi bo'lgan Asmaullohil husna, Allohning go'zal ismlarini bizga namoyon qildi har bir narsa. Mushu orqali koinotda biz masalan koinotda rahmatni ko'ramiz. Demak Alloh subhanahu va taolo rahmat egasidir. Rahimdildir. Koinotda kuch-quvvatni ko'ramiz. Alloh qodir, kuch-quvvatlikdir. Koinotda hikmatni ko'ramiz. Alloh subhanahu va taolo hikmat bilan ish qiluvchidir. Yani mushu shaklda Alloh subhanahu va taolo mushu koinot, Allohning bu koinoti bizga Allohning shu go'zal ismlarini bizga timtas holatda turib bizga namoyon qilib oshkorlab berguchidir. Yani bu Alloh subhanahu va taoloni tunishimiz uchun Allohni tunishga bir yo'l ekan. Asmaulloh va uning go'zal sifatlarini namoyon qilib bergandan keyin bu koinot biz eng xotirjam, eng yaxshi, yaqin bir yo'l ekan qarindoshlar. Xo'sh, endi bu munosabat bilan Qur'oni Karimda 1300 oyatda koinot haqida so'zlaydi Qur'oni Karimda. 1300 yerda. Qarindoshlar, hammamizga ma'lum, Qur'oni Karimda agar har qanday bir yerda bir oyat, bir buyruq ma'nosini o'z ichiga olgan bir oyat tilga ilinsa, mu'min darhol bu buyruqdan xuddi o'ziga nozil bo'layotgandek, bu buyruqdan xuddi farmon deb buyruq desa labbay deb tizilib, podshoning oldida tizilib turganga o'xshash. Shu nadi Qur'oni Karimda bir buyruq oyati tilga ilinsa, mu'min labbayka ya Rabbi, men bugun keyindan keldigan bu buyruq qaysi buyruqni men o'shani ijro qilay deb, uningdan bir buyruqni qanday qilishimiz kerak? O'zimizga u buyruqni o'zimizga erishimiz kerak. O'zimizga tushgan bir farmon ekanini bilishimiz kerak. Bu noy tabiiy ish. Bir Qur'oni Karimning har qanday yerda bir oyatda nahiy cheklama tilga ilinsa, biz bu cheklamadan yenishimiz, yiroq turishimizni talab qildimi? Buni taqozo qildimi? Nada Qur'oni Karimda bir nahiy cheklangan bir narsani o'qisak, bizdan nima talab qildi, nima taqozo qildi? Darhol shu cheklangan narsani yiroq turishimizni talab qiladi. Buni taqozo qildi.
Qur'oni Karimda agarda har qanday bir yerda jannat ahlining holini sifatlagan bir oyatni o'qisak, bizdan nima talab qiladi? Biz shu jannatga kirish uchun eng go'zal yaxshi amallarni qilib, harakat qilishimizni talab qiladi. Qur'oni Karimning har qanday bir yerda bir agarda jahannam ahlining holini so'zlayotgan bir oyatni o'qisak, bizdan nima talab qildi? Nimani taqozo qildi bizdan bu oyatlar? Biz shu jahannamga kirgan kishilarning holiga tushib qolmaslik, shularning holiga o'xshash bo'lib qolmaslik uchun hattoki Rasulullohning hadisi so'zlagandek, yerim xurmachoqlik amallarimiz bilan bo'lsa-mu, shu jahannamdan qochish, shu jahannamdan saqlanib qolish uchun harakatga o'tishimizni, bir amal qilishimizni talab qiladi. Buni talab qildi. Qur'oni Karimda nurg'un qissalar so'zlangan. İlgirki Allah subhanahu wa ta'ala halak qilib o'tgan qavmlarning qissasini o'qisak, bizdan nima talab qildi? Hikoyami, tarixmi o'qib qo'yib o'tib ketilgan? Yo'q, balki Allah subhanahu va bu yerdan har bir mu'mindan sen mu'min, sen shu Allah halak qilib o'tgan, shu halak qilingan shu qavm qilib qolgan amallardan, shu qavmga o'xshash insonlardan bo'lib qolishdan hazar aylab ularning amallarini, ular qilib qolgan shu amallardan yiroq kechish, ularga o'xshash bo'lib qolmaslik uchun bir ular ibrat elib bu qissalardan ibrat elishimizni, ularning ahvolidan, ular qilgan ishlardan yiroq turishimizni talab qiladi. Buni taqozo qildi Qur'oni Karimdagi oyatlar. Xo'sh, bu yerda bir savol keladi-ki, xo'sh, Qur'oni Karimda 1300 yerda koinotga ishorat qilgan, insonning yaratilishiga ishorat qilgan bu oyat tilga ilinibdi 1300 yerda. Bizdan nima talab qildi bu? Yani bu shuna ishorat qilib o'tib ketishlar bilan ish tugamdi, ha? Bizdan nima talab qildi bu ishorat qilingan narsalar? Ha? Bizdan mushu osmon zaminning yaratilishi haqida, bu mahluqotlar haqida, mushu koinot haqida tafakkur qilishimizni talab qildi bu qarindoshlar. Ha? Tafakkur qilishimizni. Shuning uchun oyatni yana bir qatim o'qiymanki qarindoshlar, yana bir qatim o'qiymizki, inna fi xalqis samawati val ardi va ixtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hada batilan subhanak faqina azaban nar. Allahu akbar. Allahu akbar. Osman shaksizki osmonlarning va zaminning yaratilishida, kechi bilan kunduzning almashishida haqiqatan aql egalari uchun alomatlar bor dedi. Ha, alomatlar. Allohning birlik borlig'ini, qudrat kamolatini ko'rsatgan alomatlar bor. Bu aql egalari shundoq kishilarki, ular Allohni o'ri turgan hollaridami, o'ltirgan hollaridami, jonchi yotgan hollaridami Allohni zikr qiladigan kishilardir. Zikr qiladigan mu'minlardir. Ha? Ular osmonlarning va zaminning yaratilishida tafakkur qiladigan mu'minlardir. Tafakkur qiladigan, davomli tafakkurda bo'ladigan kishilardir. Va bu tafakkurning oxirida nima bo'ldi? Tabiiy holatda. Bu tafakkur qilgan inson qilib boqayli qarindoshlar. O'yinib boqayli, tafakkur qilib boqayli. Tabiiy holatda, ixtiyorsiz holatda biz Robbimizga shunday deymiz. Ya Robbim, sen buni bekordan bekor yaratding. Sen nima degan ulug'san ey Robbim? Deb buni inson ixtiyorsiz deb soldi agar tafakkur qilgan bo'lsa. Ha? U mu'minlar, u aql egalari shunday kishilar ekan. Tafakkur qilganda ekan, ya Robbim, sen buni bekordan bekor yaratmading. Sen poktursan. Bizni jahannam azobidan bizni saqlag'in deb shunday duo qiladi. Ha? Demak bu, ya'ni tafakkur qilish, osmonlarning va zaminning yaratilishida, o'zimizning yaratilishida bu tafakkur qilish nihoyatda xotirjam, meva beradigan ishonchlik, nihoyat go'zal bir yo'l qarindoshlar. Nihoyat go'zal bir yo'l. Xo'sh, endi ikkinchi yo'lga kelaydi. Ikkinchisi Alloh subhanahu va taolaning af'ali, zimindagi Allohning af'ali ishlarga nazar silish. Allah'ın işlerine nazar silish. Bu ikkinchi bir yo'l Allohni tunishimiz uchun. Allah Qur'oni Karimda fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Zaminda sayr qilinglar dedi Alloh subhanahu taolo. Zaminda sayr qilinglar va mukazzib, yolg'onga chiqaruvchi, inkor qiluvchi bularningki oqibatining qanday bo'lganligiga qaranglar dedi Alloh subhanahu taolo. Bu ikkinchi yo'l. Ya'ni endi bu ikkinchi yo'l Alloh subhanahu taolani tunishimizdagi ikkinchi yo'l bu deb o'tdik. Oyatni so'zlab o'tdik. Ya'ni bu nima desa, zimindagi Alloh subhanahu va taolaning sodir qilayotgan, yuz bergizayotgan bu ishlarga qaraymiz. Alloh fa'alul lima yurid. Alloh xolig'ini, nimani iroda qilsa shu narsani mavjud qiluvchi.
uning af'ali Allah subhanahu va taolaning ishlarining hammasi mutlaq hikmat bilan bo'ladi. Mutlaq hikmat bilan. Shuning uchun ulamolar deganki, kullu shay'in waqa'a aradahulloh va kullu shay'in aradahulloh waqa' va iradatullohi mutaalliqatun bil hikmatil mutlaqa val hikmatul mutlaqa mutaalliqatun bil khayril mutlaq. Har qanday yuz bergan ish Allah uni iroda qilgan bo'ldi. Ya'ni yuz berib bo'lgan har qanday ish, demak u ishni Allah iroda qildi degan gap. Har bir Allah iroda qilgan har bir ish chuqum yuz beradi. Chuqum yuz beradi. Allah'ning irodasi mutlaq hikmat bilan bo'ladi. Allah'ning irodasi mutlaq hikmat, Allah'ning irodasi. Mutlaq hikmat va Allah'ning irodasida. Endi bu mutlaq hikmat nima deganda, mutlaq hikmat mutlaq yaxshilikni o'z ichiga olgan bo'ldi, mutlaq yaxshilik bo'lgan bo'ladi. Hatto biz insonlar aqlimizning ojizligidan nurg'ulgan narsani tashqi ko'rinishi bizga har xildek tuyulgan, musibatdek tuyulgan, yomondek tuyulgan narsalarmi Allah subhanahu va taolo madamiki iroda qilgan ekan, u mutlaq bir hikmat va mutlaq hikmatning ichida mutlaq yaxshilik bor. Biz bilmasakmi? İbn Adam utlubni tajidni fa in wajadtani fajadta kulla shay va in fittuka fataka kullu shay. Ey Adam o'g'li, meni talab qil. Meni topsan. Meni talab qil, meni topsan. Agar meni topsang, hamma narsani topgan bo'lsan, hamma narsaga erishgan bo'lsan, agar meni yo'qotib qo'ysang-chi, hamma narsani yo'qotgan bo'lsan. Hamma narsani yo'qotgan bo'lsan. Va ana ahabbu ilayka min kulli shay. Men bo'lsam sana har qanday narsani, hamma narsadan nima? Hammadan bakra suyumlikman dedi. Eng yaxshi ko'rildigani men sana. Men tarafdan boshqa yoqqa burilib qolsang ishing chataq dedi. Shuning uchun biz Asmaulloh, Allohning go'zal ismlarini faqat va faqat har qanday amalimizda, har qanday yurish-turishimizda, har qanday ish harakatlarimizda faqat shu olamlarning Robbi tarafga yuzlanishimiz uchun Rabbimizning ismlarini eng go'zal shaklda bizga berilgan qudratning doirasida o'rganib tafakkur qilib chiqishimiz uchun bu darslarimizni, bu programmani boshladik. Allah bu she'rni so'zlagan shoirga Allah rahmat qilsinki, "Falau shahadat aynaka min husnina allazi ra'awhu lama wallayta 'anna li ghayrina wa law sami'at uzunaka husna khitabina khala'ta 'anka thiyab al-'ujbi wa ji'tana wa law dhuqta ta'ma al-mahabbati dharratan 'adharta alladhi adha qatilan bihubbina wa law nasamat min qurbina laka nasmatun lamutta ghariban wa ishtiyaqan biqurbina." Liqurbina. Yani agar sening ko'zlaring, yani bizning yaxshiliklarimiz, bizning ne'matlarimiz, bizning ato qilgan yaxshiliklarimizni ko'rgan bo'lsa, sening ko'zlaring haqiqiy ko'radigan bo'lsa, bizning ne'matlarimizni hargiz va hargiz sen bizdan boshqa tarafga ketib qolmasdan, bizdan boshqalardan umid qilmasdan, bizdan boshqalardan orzu qilmasdan, tama qilmasdan, boshqa mahluqlardan sen bizning qishimizga albatta kelgan bo'lading. Albatta biz tarafga kelgan bo'lading. Ha? Albatta biz tarafga kelgan bo'lading. Agarda sening quloqlaring bizning go'zal xitoblarimizni anglagan bo'lsa, bu she'rning, bu beytning ma'nosi, agar quloqlaring bizning xitobimizning go'zalligini, bizning nido chaqiriqimizning go'zalligini anglagan bo'lsa, haqiqiy ravishda sen o'zingning ustidan bu o'zingdan ajablanish, o'zingdan hayron qilish, bu hayron qilish, men degan qanday shaxs deb bu o'zingdan faxrlanish, bu kiyimini sen selib tashlab etib bizning qishimizga kelgan bo'lading. Bizning qishimizga kelgan bo'lading. Agarda sen bizning muhabbatning ta'mini zarri chog'liq tetigan bo'lsang, muhabbatning ta'mini zarri chog'liq tetigan bo'lsang, bizning yo'limizda biz uchun jinini qurbon qilib atgan, jinini sep berib atgan bu kishilarga uzr, haqiqatan uzr qabul qilgan bo'ladi. O nimishqi jinni sepirdigan, nimishqi butul hayotini vayron qilgan demaydan. Bizning muhabbatimiz uchun jinini sepbergan, hayotini qurbon qilgan bu kishilarga hayron qilmagan bo'ladi. Chunki ular bizning muhabbatimizni tetiganligi uchun ana shunda qurbonliklarni beradigan.
وَلَوْ نَسَمَتْ لَكَ مِنْ قُرْبِنَا لَكَ نَسْمَةٌ لَمُتَّ غَرِيبًا وَاشْتِيَاقًا لِقُرْبِنَا. Agarda sen, agarda bizning bizga yaqin bo'lish, bizga yaqin bo'lishdan iborat bu mayin shamol deydi masalan nasama bir shunchaki biz tarafga yaqin bo'ladigan bir yaqin bo'lishga elib boradigan bir mayin shamoldek bir kichik bir narsa sana purab qolgan bo'lsang, bu shamol sana kelib qolgan bo'lsa, sen bizga yaqin bo'lish uchun, biz tarafga yaqinlashish, bizning roziligimizga erishish uchun sen g'irib holatda dunyoda ishtiyoq muhabbat bog'lab turib o'lgan bo'lading dedi. Shu Robbimga yaqin bo'lash uchun, shu Robbimning roziligiga erishish uchun, shunga yaqin bo'lsam, menga boshqasi hammasi nol deb, sen dunyoda g'arib holatda, miskin holatda, xuddi oshiq bo'lib, birisi oshiq bo'lib dunyodan sarson bo'lib vayron bo'lib ketgandek, o'sha ishtiyoq muhabbat bog'lab g'irib holatda o'lgan bo'lading. Qarindoshlar, mana bu Robbimizni tunisak, Robbimizni haqiqiy ravishda bilsak, andin maydonga kelgan narsa. Andin maydonga kelgan narsa. Endi bu yerda nihoyat muhim bo'lgan islomdagi 4 intayin eng asosli muhim bo'lgan 4 sahaba. Buning ichidagi birinchisi eng xatarlik bo'lgani aqida sohasi. Aqida sohasi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, islom inson uchun hayot haqida, inson haqida, bu koinot haqida nihoyat chunqur, inchga, bir-birisiga nihoyat zich bog'langan go'zal bir fikr, tasavvurni sunadi islom. Buni taqdim qiladi. Shuning uchun mu'min Qur'oni Karimni o'qigan hamon, bu Qur'oni Karimni o'qigan mu'min, buni tushungan mu'min o'zini shu narsaning oldida his qiladi. Bu Qur'oni Karim o mu'minga intayin chunqur palpatish ma'lumot vermaydi Qur'oni Karim. Mu'minga nihoyat chunqur, inchga, nihoyat bir-birisiga zid emas, bir-birisiga nihoyat zich bog'langan eng mukammal bir uchur tasavvur beradi. Bu hayoti dunyoning sirini, nima uchun bu yerda musibatlar keladi insonga, nima uchun musibat va nima uchun kasal va kasal nima uchun, bu hayoti dunyoda nima uchun yashaymiz, nima uchun biz bu dunyoda, nima uchun o'lim bor, o'limdan keyin nima bor, o'limdan burun nima bo'ladi, nima qilish kerak, nadin keldik, naga qarab ketyapmiz. Nima uchun bu yerda insonda masalan aqida jihatdan, e'tiqodi jihatdan bir xil xotirjamlik insonda paydo bo'ldi. Bu şekilde xiyolimiz kelgan har qanday ma'lumot, har qanday ish haqida Qur'oni Karim bizga eng mukammal, eng chunqur, eng inchki ma'lumotni bizga Qur'oni Karim beradi. Qur'oni Karim beradi. Shunlashqa Alloh subhanahu va taolodan yiroq inson qarab boqadigan bo'lsak, yiroq boshqa har xilma-xil fikrlar, xilma-xil nazariyalarga ega bo'lgan insonlar qaraydigan bo'lsak, ular bir mezgil o'tgandan keyin bugun kunimizni davomli anglab turamiz. Hattoki odatdagi insonlar emas, nurg'unlagan bir falsafa, nurg'un nazariyalarni o'ttirib qo'ygan olimning fikr nazariyalarini ham bir mezgildan keyin qarasangiz, yana bir boshqa bir olim chiqib uning o'ttirib qo'ygan nazariyalarining hammasini nolga aylantirib o'tib, botil, quruq, safsat ekanligini burunqaliq so'zlagan olimning nazariyalaridan isbotlab chiqadi. O'qiymiz-ku buni gazet jurnallarda. Atrofimizda ko'rib turamiz. Yani insan Allah'tan yiroqlashib, uningdan boshqa xilma-xil chechilang'u fikrlarni mingasiga qachilasa, bu inson tuyuqsizlam, so'ginsa uni shu fikrlarni o'zi to'g'ri deb qarayotgan bu nazariyalarni bitchit qilib tashlaydigan, yo'q qilib tashlagan nurg'un boshqa bir narsalar bilan boshqa bir fikrlarni oldida hang-tang qilib qolgan gap. Bu tengilqash uchraydigan gap. Chunki u fikrlar, u Alloh tarafdan kelmagan boshqa har xil nazariya, bu narsalarning hammasi quruq fikrlar, quruq nazariyalar, quruq nazariyalar. Ammo iymon, mu'min Alloh subhanahu va taologa iymon etgan, Allohning diniga, uning programmasiga iymon keltirgan, uning diniga e'tiqod qilgan bir mu'min, bu mu'min bu Qur'oni Karimni o'qigandan keyin, bu Qur'oni Karim uningga shu koinot haqida, hayot haqida, eng inchga, eng zich, eng chunqur ma'lumotni go'zal bir tafsir beradi bu Qur'oni Karim. Eng inchki nuqtadan beradi. Hiçbir zaman qanday qildi bu mu'min? Elishib ketmaydi, uning kallasi chechilib ketmaydi hargiz bu mu'minning.
İnsanın haqiqatini mi, dünya haqiqatini mi, dünya hayatının haqiqatini mi, bu insan bu dünyada nima qilishi kerak, qanday qilsa g'alabaga erishadi degandek bu narsalarga eng go'zal shaklda bu din, bu Qur'oni Karim bizga ma'lumot beradi, tushuncha beradi. Shuning bilan qanday qildi? Bu to'g'ri yo'ldan olgan tushunchasi bilan mu'min dunyo va oxiratda baxt, saodatga, baxtlik nimaga erishadigan gap. Shuning uchun birinchi soha, islomdagi birinchi eng muhim bo'lgan soha aqida sohasi dedi. Aqida sohasi. Bu aqida sohasida xatolashish, bu yerda xatolashib ketish, bu tuzalmaydigan, o'ngshug'ul bo'lmaydigan xatolikka kirib qoldik degan gap. Xuddi misol keltirish to'g'ri kelsa, bir tarozini misolga keltirsak, agar bu taroza to'g'rilanmagan, tarozi xato to'g'rilangan bo'lsa, uningda qanchilgan qitim bir narsani tassaq yana xato chiqaverdi natija. Ammo lekin tarozi to'g'ri bo'lib, mizon to'g'ri bo'lib, to'g'ri bo'lsa-chi, bir inson ba'zi vaqtda nomerni xato ko'rib qolishi mumkin o'lqa tarozining ustidagi. Ba'zi vaqtda ya ortiq tatib qilish yoki oz tatib qo'yish mumkin. Bu bir qancha qitimda takrorlandi. Lekin davomli takrorlanmaydi. Tarozi muhimi, tarozi sog'lom bo'lsa. Bir qancha 10 qitim ketib qolgan, xatolashib qolgan taqdirdami bu davomlashmaydi. Ammo tarozi xato bo'lsa-chi, u million qitim onunda minglagan qitim taslim o'pmoqshash. Shuning uchun insonning 1000 qitim ig'irlik xatolashib qilishi shu mizon tarozida xatolashib qilishdan afzalroq qarindoshlar. Yani bu degan nima degan gap desa, ya'ni bir insonning mesela nurg'ulg'an hayotimizdagi nurg'ulg'an amallarimizda minglagan qitim xatolashib qilishimiz bu mumkin xatolashib qilishimiz. Ammo eng muhim bo'lgan aqidada xatolashib qilishimiz-ku. Buningda xatolashib qolib qolsak, eng cho'ng xatar bu yerda. Chunki bizning aqidamizda xatolashib qolgan har qanday uning keynidan kelgan amallarning hammasi shu aqidaga munosib, xuddi taroziga o'xshash narsa bu. Bu agarda aqidamiz mazmut, to'g'ri asosga tiklangan bo'lsa, to'g'ri bo'lgan bo'lsa, buning keynidan kelgan amallar hammasi to'g'ri chiqadi. Albatta inson bo'lish ustidan nurg'ulg'an ba'zi xatoliklarga kirib qolishimiz mumkin. Ammo lekin takrorlanmaydi. Aqida modomiki sog'lom bo'lgandan keyin. Ammo bu aqida buzuq bo'lib qolgandan keyin, chatoq bo'lib qolib qolsa, buning keynidan xuddi buzuq bir tarozida, to'g'rilanmagan tarozida million qitim bir narsani tassaqmi, o'xshash xato chiqaverganiga o'xshash aqida buzuq bo'lsa-chi, uning keynidan kelgan amallar hargiz o'ng'shalmaydi. Davomli xato chiqaveradigan gap. Chunki aqidadagi, u insonning fikridagi, bu aqidadagi tushunchasi, e'tiqodidagi xatolik bizning bevosita hayoti dunyodagi sulukimiz, hayoti dunyodagi amal ish harakatlarimizga bevosita ta'sir ko'rsatadi bu. Ta'sir ko'rsatadi. Agarda insonningki e'tiqod qilayotgan, inson to'g'ri deb qarayotgan bu tushuncha, fikr, e'tiqodi insonning sulukiga, ish harakatlariga ta'sir ko'rsatmaydigan bo'lsa-chi, sen nimani e'tiqod qilgan bo'lsang, hayotda nimani e'tiqod qilsang qiya degidi ulatdi. Lekin insonning e'tiqodi bir narsani to'g'ri deb qarashi, xato deb qarashi bu insonning hayoti dunyodagi ish harakatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi-ki. Bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun bu bek muhim masala. Buni texnik tushuntirish uchun misol keltirish to'g'ri kelsa, masalan, kurashchi aeroplandagi uchquchi havoda turib zaminni masalan nishon oladi, uradigan ya'ni. Havoda turib nishonga olgan vaqtda, zaminni nishonga olgan vaqtida agarda shu havoda turib 1 millimetr farq u yoq bu yoqqa to'g'rilanib qolsa, dal to'g'rilanmay 1 millimetr ya u yoq ya bu yoq to'g'rilanib qolsa, bu havodagi 1 millimetr zaminga nima 1 kilometr farq bilan zaminga tushadigan gap. Ya'ni bu shu qadar muhim mavzuki, aqidada xatolashish u cho'qim insonning hayotiga, sulukidagi ish harakatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bevosita intayin ig'ir salbiy ta'sirlar va aqidadagi xatolikninki inson hayotidagi insonning faoliyatlari, ish harakatlariga ig'ir darajada ta'sir ko'rsatadi aqidadagi xatolik. Shuning uchun inson davomli qanday qilish kerak? Pat-pat o'zining aqidasini to'g'rilashi, o'ziningki nimaga e'tiqod qilayotganligi, nimani to'g'ri deb qarayotganligiga davomli murojaat qilib turishi kerak.
balki u inson to'g'ri bo'lmagan bir e'tiqodga ega bo'lishi mumkin. To'g'ri bo'lmagan narsani to'g'ri deb qarayotgan bo'lishi mumkin. Xurofotni to'g'ri deb qarayotgan bo'lishi mumkin. yoki bo'lmasa insonlarning o'tirsida tarilib yurgan bir quruq so'zlarni to'g'ri deb qarayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun davomli aqida mavzusida izlanib turishi, aqida mavzusida ma'lumotini yig'inib turishi kerak. Bundaq bo'lmagan vaqtda u cho'ng bizning hayotimizga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bevosita ta'sir ko'rsatadi. Agarda yana bir inchki nuqta shuki, agar Alloh subhanahu va taolo insondan, chunki aqidani muhim deb deyishimizga maqsad, agar insondan Alloh subhanahu va aqidani taqlid qiluvchini ham aqida jihatda taqlid, muqallid, ya'ni taqlid qiluvchini qabul qildigan shub qolib qolsa, zimindagi barliq ezib ketgan bu ozg'un ishlarni qilayotganlarning hammasi Alloh subhanahu va taoloning dargohida maqbul kishilarning qatoridan bo'lgan bo'ladi. Ha? Zimindagi barliq azg'unlar Alloh dargohida maqbul kishilardan bo'lgan bo'ladi. Maqbul kishilardan. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "Fa'lam annahu la ilaha illalloh." Ha? Taqlid qilish mumkin emas, taqlid qabul qilmaydi aqida degan bu oyat sura Muhammaddagi bu oyat nihoyat go'zal shaklda bizga shuni bildirdi. Bilgin dedi. Uningdan boshqa Allohdan boshqa ilohning yo'q ekanligini bilgin dedi. İlmi noktadan, ilim cihetten, ilim bilen bilişin gerek bunu dedi. Herkes bir yerde kallid ennehu la ilah taklit kıgın diyen gap yok bir yerde. Fa'lem bilgini, ilim bilen bilişin gerek bunu. Hakiki bilişin gerek. Ha? O taklit kılış, akideti taklit kılış, rad kılındı diyen gap bu. Herkes kabul kılmaydı diyen bir narsini bizge Allah subhanahu wa ta'ala bu ayeti şunu söyleyip berdi. Fa'lam ennehu la ilaha illallah. İkinci nokta, ikinci saha bo'lsa, İslamdaki 4 intayin muhim saha dedik. İkinci saha ibadet sahası. İbadet. Xo'sh, endi ibodatdagi asli narsa nima? Ibodatda aslida masalan bir inson hargizmi xohlagancha o'zi bilgancha ibodat qilmaydi. Ibodatda asli narsa dalil, keskin dalil, qat'iy bir dalil kelmaguncha hech qanday bir insonningki ibodatni o'zi xohlagancha qilib berishi mumkin emas. Cheklimdi uni. Al-aslu al-man'u wal-hadar. Ibodatda asli narsa nima deganda cheklash. U faqat illaki bir dalil kelib, uningga qat'iy bir isbotlangan bir oyat, hadis, dalil kelmaguncha xohlagancha bir inson ibodat qilmaydi. Dalil bilan shar'iy yo'lga qo'yilgan gap. Chunki ibodatlar degan nima bo'lsa, qurbatun ilalloh, Alloh subhanahu va taologa yaqinlashtiradigan narsa ibodatlar. Allah azza va jalla deydi-ki: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men inson bilan jinni menga ibodat qilish uchun yaratdim dedi. İbadet degan bizning mushu dunyoda mavjud bo'lib turishimizning sababi, balki siri, dunyodagi mavjudiyatimizning siri ibodat. Siri. Lekin bu ibodatlar degan nurg'un hargizman tar doirada tushunsak bo'lmaydi. Boshda biroz so'zlab o'tgan bo'ldik. Nihoyat inchga bak kangri doiralarga ega deb so'zlab o'tdik qarindoshlar. Uning nihoyat kangri tushunchalar bor deb o'tdik. Ibodat inson mushu dunyoda inson hayotli bo'lib, dunyoda nagili bo'lsa, qayerga bo'lsa, butkul vaqtlarimizda, har bir ahvolimizda, har bir ish harakatlarimizda inson bilan birga aylanib yurdi bu ibodat ishlari. Nurg'unlagan ishlar. Xo'sh, bu ibodat mavzusidagi eng xatarlik narsa. Ibodat mavzusidagi eng xatarlik narsa, bu yerda ibodatlarni masalan al-ibadatu sha'iriyya va ta'amuliyya deymiz masalan. Ibodat masalan namoz, roza, hajga o'xshash bu shakldagi ibodatlar bor va muomala jihatdagi ibodatlar bor. Muomala jihatdagi. Bu insonningki muomala jihatdagi ibodatlari, muomala jihatdagi ibodatlari to'g'ri bo'lmay turib, u insonning sha'iri masalan diniy faoliyatlar bilan ijro qilingan namoz, roza, hajga o'xshab bu amallarning hech biri qabul qilinmaydi. Qabul bo'lmaydi. Qabul qilinmaydi. Faqat ta'amuliyya, ya'ni muomala ibodatlari to'g'ri bo'lgandan keyin, sog'lom bo'lgandan keyin ondan uningki bizningki sha'iri namoz, roza, hajga o'xshab bu amallarimiz, bu ibodatlarimiz qabul bo'ladi Allohning dargohida. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallam deganki, "Atadruna manil muflis" degan sahobalarga. Muflis deganning nima ekanligini, kim ekanligini bilamizlar dedi Rasululloh. Deganda sahobalar dediki, "Al-muflisu fina ya Rasululloh, man la dirham lahu va la dinara va la mata'." Muflis degan bizning ishimizdagi muflis
ya dirham, ya dinar, ya matas bo'lmagan, hech bir narsa bo'lmagan, bir noyati kambag'al bir insonni biz muflis deymiz ya Rasululloh degandan keyin payg'ambar alayhissalom deganki, al-muflisu min ummati yawmal qiyamah man ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin. Mening ummatimning ichidagi muflis degan shunday kishiki, u qiyomat kuni namoz bilan keladi Allohning dargohiga. Qiyomat kuni namoz bilan keladi, ro'za bilan keladi, zakat bilan keladi qiyomat kuni. Va ya'ti lekin ويأتي قد شتم عرض هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. مسلم أبو هريرة رضي الله عنه رواية حديث. Rasululloh deydi-ki, muflis degan mening ummatimdagi muflis qiyomat kuni shu namoz, ro'za, zakat bilan keladi. Lekin palonning izzat hurmatini tillab, uni so'kib qo'ygan, palonni tillab qo'ygan, yana birisiga to'kma chaplab qo'ygan, yana birisining melini yeb qo'ygan, yana birisini urib sag'an. Bu shaklda mushu muomil dunyodagi muomil ishlari mushunda bo'lib qolgan holatga keladi. Xo'sh, endi bu qanday qilinsa, qisos elinish uchun o'ldirg'izildi deydi. Qisas elinish uchun o'ldirg'izildi bu yerda Alloh subhanahu buni. Shuning bilan bu haliqi tillab qo'ygan birisi kelib, u insonningki yaxshiliklaridan olib qisas elib berildi uningga. Tillangan yoki urib sag'an yoki to'kma chaplab qolgan bir inson kelib, u insonning yaxshiligidan oladi. Qisas shu shaklda elib berilgan bu. Yana birisi kelib uning yaxshiligidan oladi. Agarda uning shu elindigan haqlardagi uning buning shu muomalat hayot dunyoda qilgan ishlari uning yaxshiligining hammasi qisa elinib yaxshiliklari tugab ketib qolsa, qanday qiladi? Payg'ambar alayhisalom deydi-ki, shularningki xatoliklari, haliqi dunyoda zulm uchirgan, dunyoda tillangan, urilgan, to'kmat kuchirgan bu shaxslarning jinoyatlari, gunohlari, xatoliklari u insonning ustiga yuklandi dedi, tashlandi dedi. Tashlandi. Uning keyinda bu inson jahannamga tashlandi dedi. Jahannamga tashlandi. O'ylab boqaylik, ya'ni u inson barliq sha'ir ibodatlarning hammasini qiliqliq, namoz, ro'za, zakat bular Alloh buyurgan bu sha'ir, ya'ni ibodatlarning hammasini qiliqliq. Lekin muomala jihatda chatoq chiqaribdi. Qarang, hammasi vayron bo'ldi. Hammasi vayron bo'ldi. Ro'zaga qarab boqaylik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deydi-ki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deydi-ki, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Kimiki yolg'on aytishni va yolg'onga amal qilishni yoki yolg'on guvohlik berishni va shuningga amal qilishni tashlamasa, bu yolg'onchilik bu ishlarni. Alloh subhanahu va taolaning u insonning yemak ichmagidan tashlab tutgan ro'ziga ehtiyoji yo'q deydi. Ya'ni bu yolg'on muomala berish, yolg'on guvohlik berish, shuningga amal qilish yoki yolg'onchilik qilish hammasi insonning hayoti dunyoda muomalasi bo'lgan ishlar. Muomala jihatdagi ibodatlar bu. Bu shaklda to'g'ri mustaqim bo'lmasa, uningki Alloh buyurgan o ro'zani tutishga hech bir hojat yo'q Alloh subhanahu va taolaning deydi. Qabul bo'lmaydi u. Sen mustaqim bo'lmay turib qabul bo'lmaydi u. Muomala jihatdagi hayoti dunyoda mustaqim bo'lmay turib qabul bo'lmaydi. Haj masalasiga kelsak, man hajja bimalin haram va wada'a rijlahu fi rikab va qala labbayk Allohumma labbayk yunada alla labbayka wa la sa'dayka wa hajjuka mardudun alayk. Asarda shunday kelgan. Kimiki harom mol bilan haj qilsa, harom mol bilan haj qilsa, haj bir sha'ir ibodat. Harom mol bilan qilsa va o'zining shu uluqqa safar qilgan narsaga menib bo'lgandan keyin ya labbayk Allohumma labbayk deb duo qildi mesela. Ey Alloh, men sana keldim deb duo qildi. Shundoq nido qilindi-ki bu shaxsga, sen hargiz xo'sh kelmadingsan. Sen sana hech qanday bir baxt saodat bu yerga xo'sh kelding deb sana unda qarshi elish yo'q sana. Sening hajjing sana mardud, sana rad qilingan, san qaytirib berildi dedi. Yani muamele jihatdagi ish pok, mustaqim, to'g'ri bo'lmay turib, har qanday sha'ir amalning qabul bo'lmaydiganligi nurg'unlagan hadislarni keltirishimiz mumkin. Shahadatu an la ilaha illalloh, la ilaha illallohni, yani insonni mu'min
qiladigan la ilaha illalloh haqida kelsak, man qala la ilaha illalloh bihaqqiha dakhala al-janna. Qila wa ma haqquha? Qala an tahjizahu an maharimillah. Kimiki la ilaha illallohni haqqi bilan desa jannatga kiradi dedi. Haqqi nima deyilganda, u haqqi la ilaha illallohni haqiqiy deyilgan kishi agar deyilgan bo'lsa, Alloh harom qilgan narsadan u insonni to'sib qoladigan bo'lsa la ilaha illalloh deganda ekan, ha? To'sib qoladigan bo'lsa, undan keyin u haqqini ado qilgan haqiqiy la ilaha illallohni deyilgan kishi bu dedi. Ha? Demak, qarindoshlar, xulosa nima deganda, bizningki namoz, roza, haj, zakat bu shoir amallarimizning hech biri agarda bizning hayoti dunyomimizdagi muomala amallarimiz to'g'ri sog'lom bo'lmaydi ekan, qabul bo'lmaydiganligidan iborat bir haqiqatni maydonga keltirib, maydonga namoyon qilib berdi bizga. Xo'sh, 3-soha nima deganda, muomala sohasi. Sayyiduna Ja'far radhiyallohu anhu. Bu sahobadan Najashi o'z vaqtida islom haqida so'ragan vaqtida nima deb javob berdi? Buni bir deb boqaylik. Najashi islom haqida so'ragan vaqtida nima deb javob bergan? Deganki: Ayyuhal malik, ey podshoh, kunna qawman ahla jahiliyya, na'budul asnam wa na'kulul mayta ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. deb javob bergan. Sayyiduna Ja'far radhiyallohu anhu Najashiga: "Ey podshoh, biz jahiliyat ahlidan bo'lgan bir qavm edik. Shunday bir millatdik. Butga ibodat qildik, butlarga ibodat qildik. O'likni yeydik, o'lik hayvonlarning go'shtlarini yeydik va fohisha buzuq ishlarni qildik. Sil rahim, urug' tuqqanchilik bu munosabatlarni uzatdik biz sil rahimni. Va qo'shnilarchilikqa askilik qildik, yomon muomala, qo'shnilarchiligimiz nihoyat nachar dedi. Bizning ishimizning kuchlik ojizni yeydi. Ha? Qaysimiz kuchli bo'lsak, ojizni bo'za qilib yeydik. Biz ana shunday holatda yashadik, hattoki Alloh subhanahu va taolo bizga bizning ishimizdan biz uning nasibini tunuydigan, rostchiligini tunuydigan, omonatdorligini, pokligini tunuydigan birsini chiqarib bizning ishimizdan bizga payg'ambar qilib abatdi. Biz shu payg'ambar qilib abatkichi mushunda holatda yashagan edik deydi. Ya, mushunda holatda yashagan edik. Endi bu kelgan payg'ambar bizga nimani buyurdi deganda, bizga rost gap qilishni o'rgatdi dedi. Rost gap qilishni, omonatni ado qilishga buyurdi bizni. Sil rahim qilishga buyurdi bizni. Sil rahimni qilishga buyurdi va qo'shnilarchilikqa, qo'shniga yaxshi muomala qilishni buyurdi va Alloh harom qilgan narsalardan va qondan o'zimizni yig'ishga, buningga tajovuzchilik qilmaslikka buyurdi va yaxshi qo'shnilarchilik bo'lishga buyurdi. Va bizni buzuq ishlarga, fohisha ishlarga yaqin kelishdan bizni chekladi. Yolg'on gap qilishdan, yetimning melini yeyishdan, pok ayolga, pok beg'ubar pok ayolga tuhmat chaplashdan chekladi va bizni yolg'iz Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishga, uningga hech bir narsani shirik keltirmaslikka buyurdi va bizni namozga, zakatga, ro'zaga buyurdi deb bu so'zni Najashiga shunday degan. Demak, islom nimaga qarindoshlar? Islom bir axloq majmuasiga qarab boqaylik. Ya nurg'unligan shu qadar go'zal axloqlar to'plangan bir majmua bir.
Shuning uchun al-iymon shuning uchun deyilganki, ulamolar deganki, al-iymon huval xuluq va man zada alayka fil xuluqi zada alayka fil iymon dedi. Iymon degan axloqdan iborat bu. Axloqlar bu axloqdan iborat. Kimki sana axloqni ziyoda qilsa, o sana iymonni ziyoda qilgan bo'ladi. İmanını ziyoda qilgan bo'ladi. Bu 4 sohaning ichidagi birinchisini aqida sohasi, ikkinchisini ibodat sohasi, uchinchisini muomalat sohasidir. Ulamolar shuning uchun shunday deganki, tarku daniqin min harom xayrun min 80 hajjatin ba'da al-islam. Ya'ni bu daniq degan bir dirhamning oltidan biriga teng narsa. Shunchalik kichik hamda tilg'og'siz bir narsa. Ya'ni shunchalik haromdan shunchalik narsani tashlash İslamdan keyin 80 qitim haj qilgandan yaxshiroq deydi. O'ylab boqaylar. Yana bir asarda shunday kelganki, "Vallahi la an amshiya ma'a akhin fi hajatihi khayrun li min siyami shahrin wa i'tikafi fi masjidi haza." Men bir qirindashim bilan shu hojati uchun, shu qirindoshning hojati uchun, qirindashim bilan birga mengishim, hojatini ravo qilib berish uchun bir oy ro'za tutgandan va mening mushu masjidimda itikof qilganimdan yaxshiroqman. Albatta bu ro'za va itikof nafla nimani ko'rsatmoqchi? Nafli shakldagi ibodatlar. Bu nafli shakldagi bu qadar ko'p ibodatdan bir qirindashimning bir hojatini chiqish uchun, bir hojatini ravo qilish uchun mengishim shu qirindashim bilan men uchun yaxshi. To'rtinchi soha bo'lsa axloq sohasi qarindoshlar. Axloq sohasi. Eng oxirgi soha yana axloq sohasi. Qur'oni Karimda Alloh va innaka la'ala xuluqin azim. Sen albatta ajoyib buyuk axloq egisisan. Nihoyat buyuk axloq ustidasan dedi. Go'zal axloq ustidasan. Shuning uchun inson mu'min eng go'zal axloqqa ega bo'lmay turib, bu axloqlarga esilmay turib, go'zal axloqlarga insof qiladigan, insofdor, kamtar, go'zal axloqliq, mutavodi, kuyimchan bir inson bo'lmay turib, hargiz va hargiz bu dinning mevasidan o'zlanmaydi. Bu dinning ta'mini hargiz tetyamaydi, qarindoshlar. Hargiz tetyamaymiz. Shuning uchun qarindoshlarim, bugun biz bu asmaulloh, Allohning go'zal ismlari haqidagi darsimizga bir muqaddima shaklida biz yuqoridagi narsalarni sunib o'tdik. Muqaddima shaklida. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Sura Taha 8-oyatda Allohu la ilaha illa huva lahul asmaul husna. Sura A'rafning 180-oyatida bo'lsa Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allohning go'zal ismlari bor. Allohning go'zal, uningdan boshqa hech iloh yo'q. Birinchi sura Tahada Alloh u shundoq ilohki la ilaha illahu. Uningdan boshqa hech iloh yo'q dedi. Uningdan boshqa iloh yo'q. U shundoq Alloh. Uning go'zal ismlari bor dedi Allohning. Lahul asmaul husna. Uning go'zal ismlari bor. Sura Araf'daki ayeti boşça Allah'ın güzel isimleri var. Allah'ın güzel isimler Allah üçün yakıb olmasa. Fed'uhu biha sila Allah'ın şunun bilen çağırınlar. Şunun bilen Allah'a yüzülünler. Şu isimler bilen Allah'a dua kılınlar. Şu isimler bilen Allah'tan tilanlar degen bu yol yoruqni bir var. Peygamber aleyhisselam hadisede inna lillahi 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. Peygamber bu hadiste muttefakun aleyh bulan hadis. Yani Allah subhanahu ve ta'ala'nın 99 ismi var. Yani 100, bir ikem 100, 99 ismi var. Kimi ki men ahsaha, kim ki bunu ihsa kılsa, biz bunu bugünkü dersimizde to'xtalib olamaymiz ihsanın ma'nosini. Bu hergiz aldıdın deb qo'yay, hergiz bu ihsa sanash emas, ya deb qo'yish emas, yoki bo'lmasa güzel g'ingshib o'qib bergan bu narsani anglash emas. Kimiki bu 99 ismni ihsa qilsa jannatga kiradi dedi. Buning ma'nosini inshaalloh biz oldimizdagi darsimizda mushu hadis va yuqoridagi ikki oyatning sharhisini nima ma'niga ega ekanligini haqiqiy ravishda to'xtalib o'tamiz.
inshaalloh bugun vaqt yetmaganligi uchun uni to'xtalmaymiz. Inshaalloh kelar soatda, kelar qatimliq darsimizda inshaalloh buni go'zal shaklda tushuntirib o'tamiz. Oxirida hamda qarindoshlar, cho'qim bu yerda shu programmani chiqarish uchun menga hamkorlashgan, yordamda bo'lgan mushadiki xizmatdoshlarimdan boshlab barliq ustozlarim bo'libmi, bugun shu darsimizda, buningdan keyingi darsimizda inshaalloh biz muhtaram dağınlıq İslam dünyasida tanılgan nayeti köp, nayeti isil bilimleri arqılıq İslam ümmetiga heli ham nurg'un uzuq, ruhi uzuq berib atgan dağınlıq alim ustozim shunaqla Şeyh Muhammad Ratib An-Nabulsininki Asmaullahil Husna nomli bir majmua, nayeti güzel isil tuzilgan bir kitobi. Allah subhanahu va taala xolisa shu kitobni asos qilgan asosda shuni uyg'unlash, shuni bir tushuntirgan asosda inshaalloh darsimizni davomlashtirib boramiz. Alloh subhanahu va taolo ana shu ustozlarimizga shu ummat uchun hassi qo'shgan, ummat uchun bu xizmatni ko'rsatgan shu ustozlarimizga dunyo va oxiratda uni ilmini texmbak ziyoda qilib, texmbak yaxshi amallarni qilishga muyassar qilishini tilash bilan birga, xuddi payg'ambar alayhissalom hadisi degandek, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah" degandek, insonga rahmat etmagan kishi Allohga rahmat aytolmaydi degan hadisiga asosan birinchi bo'lib shu ustozimdan boshlab barliq mushadiki televiziyadagi barliq qarindoshlarim, rahbarlarimizdan tortib xizmatdoshlarim bo'yicha hammasiga Alloh subhanahu va taolaning rahmat qilishini, ularning shu programmani mavjudga chiqarish uchun ko'rsatgan tirishchanliklarining hammasiga Allohning go'zal martabalarni ato qilishini Allah subhanahu wa ta'aladan chin qalbimdan tilayman. Chunki ular bu Alloh yo'lidagi da'vat, Alloh yo'lidagi xizmat uchun bir kishilik har birisi o'zining sohasida, har kishi hammasi o'zining o'rnida turib tegishlik hassini qo'shib atgan kishilar. Inshaalloh bularning hammasi Alloh subhanahu va taolaning "Va man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allohi va amila solihan va qala innani minal muslimin" degan so'zininki doirasiga kirib ketadi bu qarindoshlarimiz ham. Ya'ni Allah subhanahu va taolaga, ya'ni Alloh yo'liga da'vat qilgan, yaxshi amal qilgan va men musulmonlardandurman degan kishidanmi go'zal so'zlik, buningdanmi chiroyli so'zlik bir kishi bormi dedi Alloh subhanahu va taolo. Buningdan go'zal so'zlaydigan kishi bormi? Albatta yo'q. Albatta yo'q. Shuning uchun men ham fiqir miskin ham Alloh subhanahu va taoladan ana shu mu'minlardan, ana shu go'zal so'zlik shu mu'minlardan, Alloh da'vat qilgan, yaxshi amal qilgan va men musulmonlardandirman degan shu mu'minlardan barliq qarindoshlarimni shulardan qilishini Allohdan tilash bilan birga meni ham Alloh shu o'z rahmati bilan ana shularning jumlasidan birisi qilishini Allohdan tuvanchilik bilan tilayman. Shunaqla barliq qarindoshlarimizdan, bizni televizor ekrani oldida bizni ko'rib turayotgan barliq qarindoshlarimiz, ustozlarimizdan menga eng yaxshi, eng qimmatli hadiyasi bo'lgan qimmatli fikr, takliflarini, mulohazalarini sunishini, berishini chin qalbimdan umid qilaman. Chunki hech qanday bir maxluq dunyoda shu sohibul qubbatil xadra, ana shu yeshil qubbalik, yeshil gumbazlik shu joyida yotgan shu payg'ambarimiz Alloh subhanahu va taolo uni barliq xatoliklardan ma'sum qilgan, xatoliklardan tamoman saqlagan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan boshqa har qanday inson tanqidlanishi mumkin. Uning xatoligi bo'lishi mumkin, albatta xatolashadi inson. Shuning jumlasidan men ham albatta bor. Shuning uchun barliq qarindoshlarimdan samimiy taklif, ko'z qarash, fikrlarini sunishini chin qalbimdan umid qilaman. Xuddi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu shu o'zining go'zal so'zi degandek, "Ahabbu ma ahda ilayya ashabi uyubi" deganidek, men ham qarindoshlarimdan mening xatoliklarimni qamlashmay qolgan, to'g'ri bo'lmagan so'zlab qolgan bo'lsam, buni samimiylik bilan to'g'ri mulohiza fikrlarni ustozlarimning berishini chin qalbimdan umid qilaman. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu yuqorida degan so'zi bo'lsa, mening hamrohlarim, mening
yo'ldoshlarim menga hadiya qilgan narsalarning ichidagi menga eng suyumli bo'lgan narsa nima desa, mening ayiblarim deydi. Umar ibn al-Hattob radhiyallohu anhu dek bir sahoba nima deydi? Mening do'stlarim, sahobilarim, mening hamrohlarim menga hadiya qilgan narsalarning ichidagi eng suyumli, men eng yaxshi ko'radigan narsa shular mening ayiblarimni so'zlab bersa, ayib xato ketgan yerimni samimiylik bilan menga so'zlab bersa, aytib bersa, bu men uchun eng suyumli narsa, eng suyumli narsa. Chunki bu din nasihatdir qarindoshlar. Ya'ni nasihat qiluvchi Allah uchun, Allohga yaqinlashish uchun nasihat qiluvchining ajri qanchalik Allohning dargohida bo'lsa, u nasihatni kamtarlik bilan nasihatni qabul qiluvchining ajri ham hargiz Allohning dargohida nasihat qiluvchining ajridan kam bo'lib qolmaydi Allohning dargohida. Bu Allohning fazlidir qarindoshlar. Oxirida shuning uchun Alloh subhanahu va taoladan Allohning roziligining sirtida Alloh rozi bo'lmaydigan biror so'zni so'zlab qilishimdan Allohga sig'inib panoh tilayman. Uningdan boshqa biror narsani umid qilib qilishimdan, uningdan boshqa birisidan umid qilib orzu qilib qilishimdan Alloh subhanahu va taolaga sig'inib panoh tilayman. Shundaqla so'zning fitnasidan, amalning fitnasidan, shundaqla o'zim yaxshi qilinmaydigan bir narsaga, yaxshi qilinmaydigan ishlarimda ortiq takalluf qilishdan, shundaqla yaxshi qila olgan ishlarimda o'zimdan faxrlanib ketib, cho'ngchilik qilib selishimdan Alloh subhanahu va taolaga tovanchilik bilan bu ishlarga tushib qilishdan Allohning o'z fazli rahmat bilan meni qo'g'dab qilishi, saqlab qilishini chin qalbimdan Allohdan tilayman. Shuna qilib qarindoshlar, bugungi muqaddima sifatida sungan, diqqatinglarga sungan bu programmamizning yana Asmaulloh haqidagi programmamizning muqaddimasi bugun mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelar soatdagi programmamizda, kelar soatda biz abay so'zlab o'tgan ikki oyat, Sura Taha bilan Ali Imronda so'zlangan oyat va shundaqla inna lillahi 99 isman degan bu hadis, 99 ism degan bu ism. Va ashuni ihso qiluvchining jannatga kirdiganligi haqidagi bu hadisni asos qilgan holatda kelar soatlik, kelar qatimqi programmamizda buni tafsiliy holatda to'xtalib o'tamiz. Sizlarni ana shu mehribon, suyumlik Rabbimiz, ulug' Allohimiz bo'lgan Alloh subhanahu va taologa kelar qatim uchrashguncha amonat qilaman. Alloh agar umr bersa, yana bir qatimliq programmamizni ko'rishguncha sizlarni Allohga topshirdim. Dünyanın har qaysi joylaridagi barliq qarindoshlaringlarga ijobatlik duolaringlarda duo qilish bilan birga kamini fiqr uchun, ojiz uchun ham ijobatlik duolaringlarda duo qilib qo'yishinglarni chin qalbimdan umid qilish bilan yana bir qatim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohning salomi, rahmati, barakati sizlarga bo'lsin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا، باسمك نحيا دنيا ودين، نصير رحمة في العالمين. باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا، باسمك نحيا دنيا ودين، نصير رحمة في العالمين.